Bunaqa obzorni har doim ham ko'ravermaysizlar. Qarshilarda $65,000 pul sarflangan gaz 2401 mashinasi. Ko'ramiz. Okeylar, menga zo'r motivatsiya bo'lish uchun like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mashina 15 sm ga uzaytirilgan, e'tibor berayotgan bo'lsanglar. Nimaga? Chunki bu mashina Lexus GS 350 ga polniy shassisi yig'ilgan. Ya'ni bilasizlar, Lexus uzunroq bo'ladi, polniy motor, ходовой, polniy mana ham shassilarigacha, ramalarigacha Lexus qo'yganligi uchun 15 sm ga uzaytirilgan. Xullas, qo'pol qilib aytganda, Lexusga bo'lgani kuzovi o'tkazib qo'yilgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu mashinani ikkita nomeri bor ekan. Oldiga 3 ta Z 4 ta 7, orqaga bo'lsa 3 ta 7 gaz nomeri taqib qo'yilgan. Qirg'izistonda shunaqa yursa bo'lagan. Oldi nomeri $12,000 ga olingan, orqa nomeri bo'lsa $1,000 ga olingan ekan. Qaranglar, bu mashina o'zi Namanganlik akalarimizga, lekin bu mashina 1977-yil dodalarga, ya'ni Namanganda yashaydigan akalarimizning opa dodalariga SSR paytidagi Qirg'iziston prezidenti hadya qilgan ekan. O'sha bu mashina qadrli bo'lib qolganligi uchun hozir shu holatgacha olib kelishgan. Mashinaning ust qismidan qaranglar, 4 ta eshigiga davochik qo'yilgan. Undan tashqari mashina cho'ktirilgan. Ya'ni qanaqa ma'noda? Ko'rayotganinglarda mana shu bamperdan past qismi ulangan. Oldi tarafi ham xuddi shunaqa. Undan tashqari 4 ta krilo faqat mana shu joyini o'zi arka qilib chiqarilgan, balon kriloga tegib qolmasligi uchun. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Lexus GS 350 ni motori turibdi. Qaranglar, mana shu oldi taraf boru, polniy mana morda qismi. Oldi, mana amortizator turadigan joylari, polniy shassilari, oldi muskatlari hammasi Lexus GS 350 niki. Motori как положено o'zini qandoq zavodskoy joyda turadigan bo'lsa, xuddi shunaqa joyga zavodskoy qilib joylashtirilgan. Konditsioner, gidravlika, hamma narsasi zavodskoyda, hattoki tormozli sistemalari oldi va orqa vidushli qilib, ya'ni 4 ta balon tortadigan qilib zavodskoyda ishlangan. Mashina oxirida qayerda ishlanganini aytib o'taman. Okey, bagajni keladigan bo'lsa, bagaj alohida tema qilib qo'yishdi, qarang. Subwoofer qo'yilgan, polniy apparatura qo'yilgan, usilitel, protsessorlar, bu yoq tarafda to'kishni beradiganlar. Mana bu tarafda yana 4 ta kolonkaga alohida usilitel, subwooferga alohida usilitel. E'tibor berishingiz mumkin, podium qilib yasalgan, hammasi italyanskiy, original alkantaradan qoplangan. Ayniqsa mana bu yerda turadigan joyini xuddi ana bir chuqurga kirib ketganda chetini diodniy qilib